Alhamdulillah. Zulhulayfada ihromlarni bog'ladik alhamdulillah. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نحمده ونسلح الكريم حمدا كثيرا ومباركا يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون والله خير حافظون لا يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير يا وكيل يا رقيب يا حفيظ يا أرحم الراحمين يا موجب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين Voke Parvardigori olam o'zingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlarimiz va salomlar va duolarimiz nozil bo'lsin. Alhamdulillah, Allohim bizlarni bu joylarga Madina-i Munavvaradagi ulug' joyga Alloh taolo bizlarni loyiq va munosib ko'rding. Alloh taolo bizlarni qilgan ibodatlarimizni ziyoratlarimizni Allohim dargoh olida qabul aylagin ya Robbi. Bu ulug' joylarda bilib bilmasdan beodoblik qilgan bo'lsak, xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo fazl karaming bilan afv aylab kechirgin ya Robbi. Allohim bizlarni Xudoy taolo mana shunday ulug' joylarda ibodat qilishlikka Alloh taolo o'zing imkoniyatlar, mumkinchiliklar berding. Alloh taolo nasib qilding. Ilohim davri qiyomat kunida ham jannatul firdavsda, jannatul a'loda Rasulimiz bilan birga jam aylagin ya Robbi. Allohim bizlarni, ota-onalarimizni, yaqinlarimizni, zurriyotlarimizni Xudoy taolo bu ulug' manzil makonlarga ularni ham nasibalarini qo'shib bu joylarda ibodat qilmoqligini, ziyorat qilmoqligini Allohim nasib ro'za aylagin ya Robbi. Parvardigori olam bu ziyoratlarimizni oxirgisi bo'lib qolmasin. Umri mobaynida kelgusi yillarda hajlarga ham mana shuni kelmoqligimizni Alloh taolo nasib ro'za aylagin ya Robbi. Allohim mana labbay deb niyat qilib ihrom liboslarini kiydik, Makka mukarramaga qalab safar qildik. Alloh taolo safarlarimizni oson ayla, safarlarimizni yengil qilgin, manfaatli va xayrli qilgin ya Robbi. O'zing qudratli va ham buyuk zotsan ya Robbi. Alloh taolo mana hojilarning birgalikda xolis lillah niyatlarni qilib bu oliy manzil makonlarga qalab safarga chiqdik. Xudoy taolo o'zing ko'rguvchi bir guzorsan, sihat salomatchilikda, tinchlik amonlikda Xudoy taolo o'zingni baytingni labbay deb ibodatlar qilib umra amallarini kamil mukammal qilmoqligini Xudoy taolo o'zing kuch-quvvat, oliy himmat ato ayla ya Robbi. O'zing qudratli va buyuk zotsan ya Robbi. Bizlarni adashtirmagin, bizlarni xor qilmagin ya Robbi. Alloh taolo o'zing hammamizga kuch-quvvat ato qilgin, qabul ayla ya arhamar rohimin. Alloh akbar. Odamlarni maslahat qilamiz-da,